Hamzat Chimayev bo'yni hammanglar ko'rdinglar akalar, sizlarga bir ajoyib fakt aytaman. G'arblarda qaranglar akalar, o'chiritda turib McDonald's olishyapti. Ha bir-biring bilan urushib, shallaqlik qilib, men birinchi keldim deb o'chirit talashishmaysanmi zo'ravonlik qilib. Bir fakt akalar, biz O'zbekistonda mana shunaqa dalboyib g'ar shallaqi o'chirit talashadigan, o'zini zo'r qilib ko'rsatadigan hamda o'zini egosini boshqalarning hisobiga tinchlantiradigan uyibanlarda nimagadir g'ar beparosat deyishmaydi, balki nimagadir shustroy deyishadi, bilasizlarmi? Yani akalar postoyanno meni bitta savol yana o'ylantiradi. U bitta menda emas, boshqa erkaklarda ham bo'lsa kerak bunaqa xayollar. Ya'ni biz erkaklar cho'milayib turgan paytda uyimizga o'g'ri tushadigan bo'lsa, biz chiqib ular bilan yalang'och urushamizmi yo birinchi o'g'riga shu vaqt berib, qochib ketishiga imkoniyat berib, birinchi o'zimiz kiyinib olib, keyin chiqamizmi urushgani? Nima deysizlar? Sizlarda ham shu xayol bo'ladimi? Bitta qiziq narsa, akalar, nimaga hu qilsanglar sovuq havo chiqadi, ha qilsanglar issiq havo chiqadi. Mana qilsanglar sovuq havo, qilsanglar issiq havo chiqadi. Qanday qilib bitta labda ikki xil narsani sizlar bajarsa bo'ladi? Mana meni ko'rib turgan sodda shu ishni qaytaryapti hozir. Chimayev bo'y haqidagi faktga keladigan bo'lsa, akalar, hech qanaqa fakt yo'q. Men sizlarni atay intrigada ushladim. Videoni oxirigacha ko'ringlar deb va undan tashqari o'zim tipa bilmay qolgan holatda figuramni maqtab qo'ydim. Bo'ylovim gapirgan ko't.